Men qizil baliq go'shtiman. Yuragingga kuch, miyangga quvvat beraman. Meni tez-tez yeb turinglar. Men grek yo'g'urtiman. Ichagingni tinchlantiraman, hazmingni yengillashtiraman. Oqsilga boyman, to'ydiraman. Make the healthy choice every day. Men uzumman. Menda tabiiy shakar ko'p. Shuning uchun meni kechqurun yemang. Qorningizni o'g'ritishim mumkin. Men tvorogman. Oqsilga boyman, mushaklaringni mustahkamlayman. Suyaklaring uchun kalsiyman ko'p. Yengilman, to'ydiraman. Meni oyoq kiyiming ichiga sepib qo'y. Ertalab esa hech qanday noxush hid qolmaydi. Foydali maslahatlar yoqsa, obuna bo'ling. Men uzumman. Roza paytida tez quvvat beraman. Qon aylanishini yaxshilab, tanani tiklayman. Salom, men apelsin sharbatiman. Immunitetingni mustahkamlayman. Tanani C vitamini bilan to'ldiraman. Charchoqni kamaytirib, men oqsilga boyman. Mushaklaringni mustahkamlayman. Miyangni oziqlantiraman. To'g'ri pishsam, men sog'lig'ingga do'stman. Oddiyman men, lekin foydam katta. Men mayonezman yog'ga to'p ketganman. Eng avvalo jigarni qiynayman. Keyin yurakka va tomirlarga bosim qilaman. Oz-ozdan bo'lsam-yu mayli, ko'p yesang-yum tanangga yukman. Bir marta qaynat. Plastik choynakni metall yoki shishaga almashtir. Ichayotgan suving sifatiga e'tibor